Assalomu alaykum, sayg'ili do'stlarim. Bugun sizlar uchun Виктор Драгунский «Тылсымлы ариф. Заколдованная буква». Yaqinda biz azbarda gezdik. Alyonka, Mishka ve men. Apansizdan azbarga yuk mashina keldi. Ustunda de narat yatar. На ней елка лежит. Biz mashina ortidan chopdik. Mana mashina kontora yanida to'xtadi. Aydavchi ve azbar xizmetchisi, shoferi dvornik, naratni mashinadan tushirmaga boshladilar. Ular biri-birini qichiraydilar. Yengilji, yaxshi tut, o'ng tarafga, solja, to'g'ri qo'y uni, boshini qo'parajam. Naratni tushirgan so'ng aydavchi aytdi. Endi naratni aqlamak kerak. Zaaktivировать. Ve ketdi. Bizlar esa narat yanida qoldik. O anda o'yli balaban, o'yli tuklu, yeshil yataydi. Ve temiz ayaz ko'qulari o'yli nezzetli ediki, tab bizlar ahmoqlar gibi kulimsirab turaydik. So'ng Alyonka narat pitachiqni tutib aytdi. Baqsam, naratda sisqalar asilib tura. Sisqalar! Bu ona aytgani to'g'ri degil edi. Biz Mishkaning ikkimiz kulmakdan qattiq. Biz ikkimiz birden kuldik. Lekin so'ng Mishka kuchlicha kulmaga boshladi. Meni yengmek uchun. Men de biroz kuchlicha kulmaga boshladim. Bilmaysan, meni yengdi Mishka. Mishka qursog'i og'ritgandan qursog'ini tutib qichira. Voy, kulkudan o'lajam, sisqalar! Men de ondan ortda qolmadim. Qiz endi 5 yoshini to'ldirdi. Ya u sisqalar ayta. Ha ha ha. So'ng Mishka esini jo'ygandan yiqildi ve ingledi. Ah, men yaramadim. Sisqalar! Ve onu qitliq tutdi. У него началась икота. Ik, sisqalar, ik, kulmakdan o'lajam, ik. Men esa bir to'pach qaraldim ve manglayima surtmaga boshladim, sanki miyim og'rtisi bor ve men aqldan taydim. Men baqirdim. Qiz 5 yoshini to'ldirdi. Tezda nafaqaga berajeklar. Skoro замуж выдавать буду. A o ise sisqalar. Alyonkaning joni og'ritgandan dudaqlari qiyshib ketdi. Men to'g'ri aytdim. Mening tishim tushdi. Onun uchun sizg'irib laf etem. Men sisqalar aytajaq bo'lam. Menda ise sisqalar sizg'irilib chiqa. Mishka aytdi. Ha, tishi tushgan ekan. Ha ha ha. Menda 3 tishim tushdi. 2 tishim sallana. Lekin men kenida to'g'ri laf etem. Mana tingla. Hiqqalar. Ne, to'g'rimi? Nasli yaxshi. Hiqqalar. Mana nasli yengil chiqadi. Hiqqalar. Men yig'lab to'lam. Ah, yeshil, hiqqachig'im, sanchilmaga qo'rqam. Lekin Alyonka bir qichirdi. Ikimizdan de keskin. Aha, to'g'ri degil, ura! Sen hiqqalar aytasin. Aytmak kerak ise sisqalar. Mishka ise tamam, sisqalar aytmaga olmaz. Hiqqalar kerak aytmaga. Ve ikisi boshladilar baqirmaga. Tekishtilaydi. Sisqalar, hiqqalar, sisqalar. Ularga baqib, men o'yli shaqildab kuldim. Tap ach oldim. Men evga ketdim ve yo'l bo'yi tushundim. Nega ular o'yli tartishib turdilar?
Чего они так спорили? Икісі де doğru айтмаған соң. Bu әдейі бір сөз. Мен тоқталдым ve anlayışlı айттым. Сыскалар дегіл, хыққалар да дегіл. Қысқа ve anlayışlı. Фыфқалар. Bitti. Mına böyle meraklı hikaye. Canım ballarım, beğendinizim bu hikayeni. Gerçek айтсақ, шишка сөзі Қырым татарша Карпасина ya da takal olacak. Bu Karpasinalılar ya da takallar Narat tereginde öse. Ya başka tereklerde Karpasinalar öselерler. Ana düşününüz. Kaysı tereklerde? Nasıl iğne yapraklı tereklerini bilesiz. İğne yapraklı хвойные. Son nasıl iğne yapraklı tereklerini siz bilesiz. Düşününüz. Sağ olunuz dostlarım.